Ushbu videoni siz uchun muhim bo'lgan ayollarga jo'natib qo'ying. Quyidagi 5 ta analiz sizni hayotingizni saqlab qolishi mumkin va ushbu analizlarni ayol kishi har yili bir martadan topshirib turishi kerak. Birinchisi bachadon bo'yni sitologiyasi va kolposkopiyasi. Ushbu tekshiruvlar bachadon bo'yni rakini bir necha yillar oldin aniqlaydi. Ikkinchisi CA125. Ushbu tekshiruv tuxumdon va bachadonda rivojlanishi mumkin bo'lgan asoratlarni ultratovush tekshiruvidan oldin aniqlab berish vazifasini bajaradi. Uchinchisi vitamin D ni miqdorini tekshirib turish kerak. Vitamin D organizmda immunitet hamda energiyani ta'minlab berish vazifasini bajaradi. Vitamin D yetishmovchilik kuzatilsa, organizmda har xil yallig'lanish kasalliklari kuzatilishi mumkin. To'rtinchi tekshiruv bu ferritin. Ferritin temirni gemoglobinga olib boradigan oqsil hisoblanadi. Ushbu oqsil yetishmovchiligi natijasida organizmda stress, uyquchanlik, charchoq, soch to'kilishi kabi og'ir holatlar kelib chiqishi mumkin. Va beshinchisi C-reaktiv oqsil. Ushbu oqsil organizmdagi yashirin yallig'lanish holatlarini ko'rsatib beradigan analiz hisoblanadi.